Oxirgi bir hafta ichida 1 yilga yetadigan yangiliklar chiqdi. Meksikadagi shov-shuvli konsertlar, Billboard rekordlari, prezident bilan uchrashuv, hakerlar hujumi, g'alati tanqidlar, bahslar va hokazo. Shuning uchun bugun biz so'nggi bir necha haftaning eng muhim yangiliklarini ko'rib chiqamiz. Like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling va biz boshladik. 29-aprel kuni Big Hit Music e'lon qildi. BTS World Tour Arirang in Busan konsertining barcha biletlari oldindan sotuv bosqichidayoq to'liq sotilib bo'lindi. 2 kunlik konsertga birorta ham bilet qolmagan. Konsertlar 12 va 13 iyun kunlari Busandagi Aziyat Bosh stadionida o'tkaziladi va eng qiziq tomoni 13 iyun bu BTSning debyut kuni, ya'ni guruh o'zlarining 13 yilligini muxlislar bilan birga nishonlaydi. Bu Busandagi 3 yil va 8 oydan keyingi birinchi chiqish bo'ladi. Oxirgi marta ular bu yerda 2022-yilda oktyabrda Yetcom in Busan konsertida chiqishgan edi. Bu ularning armiyaga ketishidan oldingi so'nggi to'liq tarkibdagi chiqishi bo'lgan. Armiyadan oldin ham ular xuddi shu shaharda chiqishgan ham. Hype marketing jamoasi haqiqatan ham o'z ishini biladi. Armiyadan oldin ham xuddi shu shaharda, xuddi shu stadionda chiqishgan edi va qaytish va'dasini berishgandi. Endi esa ular qaytib yana xuddi shu stadionda konsert berishadi va oddiy sanada emas, 13-iyunda. Va bu haqiqatan ham amazing bo'ladi. El Paso konserti 2 va 3-may kunlari BTS El Pasodagi Sunbowl stadionida chiqishdi. Shahar bu kunlarni rasman El Paso BTS Welcome deb e'lon qildi. Lekin eng ta'sirligi muxlislarning hikoyalari. Ba'zi armiylar 1000 kilometrdan ortiq yo'l bosib kelishgan. Yana birlari Maudan uchishgan, boshqalari mashinada uxlashga rozi bo'lishgan, boshqalari esa El Pasoni tanlagan chunki Chicago va Los Anjelesda biletlar qolmagan. Yana bir armiyning aytishicha, biz deyarli uxlamadik, lekin adrenalin charchoqni bostiradi. Aytingchi, yana qaysidir fandom shuncha masofa, shuncha pul, shuncha vaqt sarflashga tayyormi? Bunaqasi kamdan kam bo'lsa kerak va bu BTSning eng katta yutug'i. 6-mayda tarix yaratildi. Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum BTS a'zolarini Milliy saroyda rasman qabul qildi. Milliy saroy yonida deyarli 50 mingdan ortiq muxlislar ertalabdan to'plandi. Kuchli issiqlik tufayli yong'in xizmati yetib kelib, muxlislarni sovutish uchun suv purkab turishdi. Sheinbaum a'zolar uchun Zocalo maydoniga qaragan prezident balkonini ochdi va 7 a'zo muxlislar bilan salomlashish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shahar meri esa ularga sharafli mehmonlar unvonini berdi. Biroz to'xtaylik, yana qaysi davlat rahbari musiqa guruhini davlat boshlig'i Milliy saroyida qabul qiladi? Hozir BTS oddiy K-pop guruhi emas, ular diplomatik kuchga aylanishgan. Bu soft power, badaniy ta'sir va eng muhimi boshqa K-pop guruhlari uchun ham yo'l ochish hisoblanadi. Prezident bilan uchrashuvdan so'ng Meksikadagi konsertlar ham boshlandi. Meksika binafsha rangga bo'yaldi. 40 mingdan ortiq muxlislar to'la-to'kis to'lgan stadionda barcha qo'shiqlarni birga kuylashdi. Konsertda Bu in Love va So What kabi kamdan kam ijro etiladigan treklar yangiladi. Konsertning 2-kunida Jin, Jimin, Suga va Jungkook Meksikadagi Lucha Libre shousiga luchador niqoblarida tashrif buyurishdi. Professional wrestler Mystico matchga BTS logotipi bilan kurtkada chiqdi. Ertasi kuni konsertda Jin sahnada aynan o'sha Mystico kurtkasida chiqdi. Bu madaniy hurmatning go'zal namunasi. Lucha Libre Meksika uchun shunchaki sport emas, bu nomoddiy madaniy meros hisoblanadi va bu detalga e'tibor berish bu professionalizm. Ularning merosiga hurmat. Spring Day ijrosi paytida Jimin old qatorda yig'layotgan kichik qizchani payqab qoldi. U sahna chetiga yaqinlashib, "Yig'lama" dedi va operatordan o'z shlyapasini qizchaga berishini so'radi. Keyinroq qizchaning onasi ijtimoiy tarmoqlarda Jiminga minnatdorchilik posti yozib qoldirdi. Arirang albomining hukmronligi davom etmoqda. Hozir esa tezkor faktlarga o'tamiz. Arirang albomi Billboard 200 da 7 hafta ketma-ket top 10 talikda. Bu Billboard 200 da 7 hafta ketma-ket top 10 talikda turgan birinchi koreys ijrochisining albomi. Albom mart oyida birinchi o'rinda debyut qilgan va 3 hafta ketma-ket birinchi o'rinni ushlab tura olgan tarixdagi birinchi K-pop albomi bo'lgan. Bosh trek Swim Billboard Global chartida birinchi o'rinda, Global 200 da ikkinchi, Hot 100 da 30-o'rinda. Albomning barcha
barcha 13 treki global chartlarda. Handayo global chartida ham 15868 u 30 ball bilan birinchi o'rinda. Bu raqamlar shunchaki zo'r emas, bu fenomenal raqam. Ya'ni albom shunchalik zo'r chiqqanki, albomdagi barcha treklar yuqori o'rinlarni egallamoqda va bu hammasi organik, ya'ni hech qanaqa sotib olingan emas va buni hattoki yaqinda armiylar ham isbotladi. Yaqinda armiylar Spotify'ni qing'irishlarini fosh qilishdi. Bu haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Agar yo'q bo'lsa, keyingi videoda albatta gaplashamiz. Hozirgi streaming davrida bu juda kam uchraydigan narsa. Bu albomni bir butun asar sifatida ishlanganini ko'rsatadi. Reuters ma'lumotlariga ko'ra, tur umumiy daromadi taxminan 1.8 milliard dollarga yetishi mumkin. Janubiy Koreyada esa konsertlarga kelgan xorijiy turistlar oddiy turistlarga nisbatan 44% ko'proq xarajat qilishgan va 35 baravar ko'p turist kelgan. Bir guruhning butun shahar, butun mintaqalar iqtisodiyotini harakatga keltirayotgani bu musiqa sanoatida juda kam uchraydigan hodisa. Faqat eng mashhur san'atkorlargina bunday qila olishadi. Solo muvaffaqiyat ham bor. Jungkookning Golden albomi Spotify'da 7 milliard tinglashdan o'tdi. Bu osiyolik yakkaxon ijrochining tarixdagi birinchi albomi bo'ldi. Faqat 2026-yilda 400 milliondan ortiq qo'shimcha tinglash 13 hafta ketma-ket Spotify haftalik top albomlar chartida. Talk of the Chart Golden'ni 2020-yillarning eng kuchli hit albomi ro'yxatining 20-o'rniga joyladi va bu ushbu ro'yxatga kirgan yagona solo K-pop albomi bo'lgan. Jungkook bolalar kitobi qahramoni Jungkook Brain Candy Book seriyasiga kiritilgan birinchi koreys ijrochisiga aylandi. Avval bu seriyada Dua Lipa, Selena Gomez va Cristiano Ronaldo haqida kitoblar chiqarilgan. Bu hafta Jungkook haqida yangiliklar ko'p ekan. Bu hafta u Harper's Bazaar muqovasida ham chiqdi. Jungkookdan pul o'g'irlashga harakat qilgan haker qo'lga olindi. Janubiy Koreyaning boy aholisidan, jumladan Jungkookdan ham pul va aktivlarni o'g'irlashga harakat qilgan xalqaro haker guruhining rahbari Tailanddan Janubiy Koreyaga ekstraditsiya qilindi. 13-mayda Janubiy Koreya Adliya vazirligi Milliy politsiya boshqarmasi bilan birgalikda 40 yoshli Xitoy fuqarosi Ani Incheon aeroportiga yetkazib berishni tashkil etganini ma'lum qildi. Undan jabr ko'rganlar orasida mashhur san'atkorlar, yirik korporatsiyalarning raislari va venture kompaniyalarining rahbarlari bor. Jabrlanuvchilardan biri Jungkook ham bo'lgan. U harbiy xizmatga kirgandan ko'p o'tmay jinoyatchilar uning shaxsini soxtalashtirib, broker hisobiga kirib, taxminan 4 milliard won miqdoridagi Hype aksiyalarini o'g'irlashgan. Biroq tranzaksiyalarning operativ blokirovkasi tufayli haqiqiy moliyaviy zararning oldini olishga muvaffaq bo'lishgan. Endi esa biroz yoqimsiz xabarlarga o'tamiz. TikTokdagi biroz g'alati trendlar. K-pop muxlislari sun'iy intellekt yordamida BTS a'zolari bilan o'zlarining juda ham intim tasvirlarini yaratmoqdalar. Ba'zi videolar deepfake sifatida baholanishi mumkin. Bu nafaqat BTS a'zolari, balki aktyorlar va boshqa guruhlarga ham yasalgan va bu juda ham o'z fantaziyalarini yasab tashlash menimcha to'g'ri emas. Bahslar markazida Jiminning uzun sochlari ham bor. Internet foydalanuvchilari kompaniyani, ya'ni Hype'ni tanqid qilishmoqda. Bunga sabab Hype Jiminga uzun sochlardan iloji boricha tezroq qutulishini maslahat bergan. San'atkor 33 yoshda o'zining tashqi ko'rinishini o'zi belgilashga haqli va u sochi uzun bo'ladimi, kal bo'ladimi, buni muhokama qilish bizga qolmagan. G'alati tanqidlar, birinchi qism. Jungkookni yarim yalang'och raqqosaning videosini repost qilgani uchun tanqid qilishmoqda. Jungkook hozirda internetda faol va yangi albom yoki BTS haqidagi videolarga like bosmoqda va repost qilmoqda. Lentasida kim chiqsa hammanikini bosib chiqyapti. Raqqosa qiz ochiq kiyingan bo'lishi mumkin, lekin u nojo'ya harakat qilmagan. Tanqid qilish tanqid deyishga arzimaydigan xabar, lekin endi g'alati tanqid 2. Vina It's so tight so'zlari paytida shimlariga ishora qilgani uchun tanqid qilishmoqda. Ko'pchilik buni jinsiy tahqirlash deb atashgan va ikkinchi tomon esa ehtimol u jinsiy shimlar juda tor ekanligini nazarda tutganlar deyishmoqda. Shaxsan men hech qanaqa shubhali yoki g'alati narsa ko'rganim yo'q. Video shunaqa taassurot uyg'otgan bo'lishi mumkin. O'zi umuman tur boshlangandan beri shipperlarga bayram bo'ldi, qandaydir rasmlar, videolar chiqarib yotishibdi. Bu real ekan, u real ekan, kiyimlaridan, hamma narsadan bu bunaqa qarab qo'ysa ham ship qilib olishyapti. Salnito qarab qo'ygan bo'lsa, uni ship voy bu ship to'g'ri ekan, u ship unaqa ekan, bunaqa ekan. Sal yaqinroq o'ynab ko'rsa, ha, it's real bu narsa balki yig'ishtirarmiz. BTS Shimoliy Amerika bo'ylab 12 ta shaharda 31 ta konsertni
o'z ichiga olgan Arirang turini o'tkazmoqda. Guruh yaqinda Raymond James stadionida chiqish qildi va 2 kun davomida taxminan 100 ming tomoshabin to'pladi. Joriy tur fonida 2017-yilda chiqarilgan Pied Piper trekiga qiziqish kuchaydi. Tampadagi so'nggi konsertda qo'shiqning ijrosidan keyin u Billboard World Digital Song Sales chartiga qaytib 9-o'rinni egalladi. Bu faqatgina oxirgi 1-2 haftadagi yangiliklar edi va hali bizni ko'p voqealar kutmoqda. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarga yozing. Qaysi yangilik sizni eng ko'p hayratga soldi? Ehtimol Jiminni qizchaga shlyapa berishi yoki Meksika prezidenti bilan uchrashuvi yoki g'alati xitlar, Jungkookning yangi video roligi. Hammaga ko'rishguncha armiy.